Sizning tordagi va reallikdagi xarakterlaringiz qanchalik farqliq? Qilmishimiz bizni ta'birlaydi. Lekin raqamli qilmishlarimizga qarata bu gap qanchalik to'g'ri? Biz torda reallikdagi o'xshashmi? Internet maydonga kelgan dastlabki chog'larda tordagi qilmishlarimiz haqiqiy dunyodagi xarakterimiz to'g'risida ancha ko'p uchur bermaydi deyishga bo'ladi. Bu hukm dangliq New Yorkliklar kartonidagi internetda hech kim sening ishtikanligingni bilmaydi degan mavzu sababli dang qozongan edi. Internetning turmushimizdagi ahamiyatining barg'ansir kuchayishiga ergishib, biz nomsizlikni, shundaqla torda o'zimizning haqiqiy salohiyatini yoshirish istikini tark etdik. Darvaqa, hozir tordagi faoliyatlar bizning real turmushimizning ayrilmas bir qismiga aylandi. Angliya aloqa boshqarish idorasiga ko'ra, Angliyadagi quramiga yetganlar hozir bir haftada 20 soatdan ko'proq vaqtni torda o'tkazadigan bo'lib, bu 10 yil oldidagining 2 hassasiga to'g'ri keladi ekan. Amerika qartamo shuningga yaqin keladigan statistika e'lon qilingan bo'lib, buning ichida torga sarf qilingan vaqtning eng ko'pi taxminan 30% ijtimoiy aloqa torlariga ajratiladi ekan. Oldin tayyorlangan ssenariyaga asoslanmaydigan real televiziya programmalardagiga o'xshash, siz uzun mezgil ko'zitilganda torda saxta qiyofatga kirilish texmi taslashidi. Buning aksicha xizmat muloqoti, tunji qitimliq uchurishish va yemak ziyofati qatorliq qisqa muddatlik faoliyatlarda maqsadlik aldash va ta'sirni kontrol qilish nisbatan osonga to'xtaydi. Hammamizning xarakterimizning yorqin tarafini namoyon qiladigan va ijtimoiy adabga rioya qiladigan ko'zligimiz bor. Lekin hayotimizning xili zo'r qismi torda namoyon bo'lsa, qandoq ish yuz beradi? Garchi bizning kimligimiz tor ko'rguchimizning ziyorat xotirasidan iborat bo'lmasa-mu, bizning torda nimalarni izlaganligimiz, qaysi torbatlarni ziyorat qilganligimiz, eli xatlarimiz va tor yuzidagi faoliyatlarimizda yanada xarakterimizning iznalari bor. Raqamlik davri yetib kelmasda kimligimiz, uslubimiz va qimmat qarashlarimiz asosli moddiy boyliqlarimiz orqali namoyon bo'ladigan bo'lib, psixologlar buni kengayma o'zlik deb ataydi. Lekin insonlar aqliy yakunlash orqali ondan bu signallarni xarakter uchurlarga aylantirib tushuna oladi. Hozir boyliqlarimizning nurg'uni g'ayri-moddiylashdi. Kanadaning York universitetidagi dangliq iste'molchilar psixologiya Roselbelgning aytganidek, uchurlarimiz, aloqalarimiz, rasmlarimiz, videolarimiz, hisoblashlarimiz, qisqa uchurlarimiz, yozgan xatlarimiz va sonliq ma'lumotlarimizning nurg'uni amdilikda toki biz ularni chillab chiqmoqchi ko'rinmaydigan g'ayri-moddiy holatga keldi. Ular kishining elektronlik iqimidan hamda shu joyda yoki tasavvur qilish qiyin bo'lgan tor bo'shliqlarda saqlanayotgan bo'lishi mumkin bo'lgan nollardan tarkib topgan. Psixologiyalik nuqtadan aytganda, bu g'ayri-moddiy raqamlik jismlar bizning moddiy mol-mulklarimizdan farqlanmaydi. Har ikkisi kimligimizning muhim taraflarini boshqalarga bildirishimizga yordam berdi. Bu kimlik namoyandalari raqamlik inovatimizning yadroliq omillarni tashkil qiladi. Zo'r miqdordagi ilmiy tadqiqot bizning real dunyodagi kimligimizni raqamlik dunyoga ko'chirib opirdiganligimizni gavdalantirdi. Bu tadqiqotlarning o'rtaq temasi shuki, internet bizni kundalik turmushning realligidan qochish fursati bilan ta'minlagan bo'lsa-mu, ammo ko'pincha hollarda yanada real dunyodan tamoman ajralgan bir dunyo bo'lmasdan, real dunyoning taqlididir. Alohida diqqat qilishga arziydigani shuki, bizning ijtimoiy taratqulardagi tipik faoliyat andizimizni ilmiy xarakter siniqidagi nomerlar orqali to'g'ri mo'ljalagili bo'ladi. Bu tadqiqotni doktor Michel Kosinski boshchiligidagi Cambridge psixometrika markazi ilib borgan. Masalan, tadqiqotda ko'rsatilishicha, Facebook'dagi yoqtirish knopkasini bosish bizning ijtimoiylik, farosat va ehtiyotchanlik darajamizni aks ettiradi. Tanlab chiqilgan Twitter yozmalari kishilarning qanchalik ijtimoiy va hissiyot jihatda qanchalik muqim ekanligini ko'rsatib bera oladi. Buni Twitter yozmasining mazmunini, shundaqla kishilar yo'llagan Twitter yozmalarining
soni va agash kuchilarining sonini tahlil qilish orqali qilg'ili bo'ladi. Twitter orqali yana kishilarning xarakterining qorong'u taraflarini, masalan, qanchalik vosita tanlamas, asabiy yoki o'z maftun ekanligini bilgili bo'ladi. Buningdan sirt, tadqiqotlar bizning taratqu moyilligimiz va tordan mol setib olish qilmishlarimizning xarakterimizning omillarini aks ettirganligini ko'rsatib berdi. Shunglashqa, kompyuter orqali vujudga chiqarilgan hisoblash usuli sizning Netflixda nimalarni ko'rdiganligingizni, Spotifyda nimalarni anglaydiganligingizni yoki Amazonda nimalarni setib oldiganligingizni faraz qilib qolmay, buning sababini tushuntirib berilishi mumkin. O'z tadqiqotlarimizmi xarakter bilan san'at va muzika jihatdan nurg'un bog'lanish borligini gavdalantirdi. Amerika psixologiyasining otasi William James bizning o'zimiz duch kelgan ahvollarning barobarida ko'p xil xarakterimiz borligini o'ttirg'a qo'ygan edi. Garchi bizning raqamlik salohiyatimiz bir butun holatda bo'lmasdan parchalanib ketgan bo'lishi mumkin bo'lsa-mu, ammo bizning tordagi har xil rollarimizning reallikdagi ashu xil xarakterning raqamlik varianti, ya'ni ashu xil yadroliq o'zlikning o'xshamagan alomatlari ekanligi aniq.